Men har doim mana shu doktorga kelaman Umidaga. Har doim yuragimda ko'rib, tekshirib, doim lecheniya yozib, o'zlari dori-darmon qilib meni tuzatadilar. Har doim qaranglar, yaxshi doktorlar. Men Umidaga rahmat aytaman. Kimda yurak muammolari, qon tomirlari bo'yicha muammolar bo'lsa, Umidaga kelaveringlar. Yaxshi doktorlar. Farida opam 3 yildan beri keladi. Shikoyatlari o'sha davleniyalari oshib turishiga edi, yuraklarida og'riq bo'lib turishiga. Kelganlarda analizlarni ko'rdik, davleniyani oshishi sabablarini tekshirdik. Qonlari quyi yurar ekan, qonda xolesterinlari baland yurar ekan. Bularga birinchi o'rinda vez tashlash tavsiya qilindi. Birinchi sog'lom turmush tarzi, hamma patsientlarga aytganimizdek sog'lom turmush tarzi qoidalari o'rgatildi. Uyqu rejimi, suv ichish rejimi, pitaniya, ovqatlanish hammasi o'rgatilib, undan keyin o'sha qonni suyultiruvchi, xolesterinni kamaytiruvchi preparatlar bilan davleniyalariga ham o'zlariga mos individual ichib yuradigan preparatlarni tanlab berdik. Yaxshi, ko'z tegmasa, hozir vez tashlashlancha oldingiga nisbatan hozir ham o'sha tempda davom etyapsiz, Farida opa? Ha, o'zingiz aytgandek, o'sha yurish, ko'proq suv ichish, ovqatlanish rejimiga qarayapsiz. Siz aytgandek rioya qilyapmiz bizlar. Yaxshi, sog' bo'ling. O'zini vaqtida lecheniya olib tursa, unaqa yurak kasalliklari kuchayib ketmaydi, har xil asoratlar yuzaga kelmaydi. Sog' bo'ling. Sizda va yaqinlaringizda yurak tarafdan muammolar bo'lsa, qabulimizga kelib, tavsiyalarni olishingiz mumkin.